Assalomu alaykum, Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Mahsulotlarimiz devorga qatirilish jarayonlari ketyapti. Ish jarayonlari. Bu uyimizga, xonadonimizga Duxsvet 3D dan qilib berganmiz. Ko'rib tursanglar bo'ladi. Miramirlar ham o'z holatida Gold Clinkernikini hamma o'zi tushunib yetdi mahsulotlarini. Bemalol ishxonamizga kelsanglar, bu mahsulotlarni ishlab chiqarishini o'rgatamiz, qoliplarini beramiz. Devorlarni mana ko'rib tursanglar bo'ladi. Qo'shnisini devori slabiyligini hisobiga temir qo'yib turib, temirga karkas berilgan. 20 sm nolga chiqishlik uchun 20 sm qumsuvoq qilishni o'rniga mahsulotlarimizni mana qatirib, osongina yechimini qilib qo'yapti. Bu tagiga tumba, bu yerga tumba dizaynerskiy holatda xudo xolisa qilib berilyapti. Ko'rib tursanglar bo'ladi, bu tomonda mana ideal kattaroq fonda terilgan tomoni Duxsvet 3D xudo xolisa. Gold Clinker korxonasiga kelsanglar, xuddi shunday mahsulotlarni ishlab chiqarishni o'rgansanglar ham bo'ladi. Qoliplarni beramiz. Qatirilish jarayonlari shu holatda bo'ladi. Master ustalarimiz mana shu ustalarimiz mehnatiga like bosib qo'yasizlar, mana ko'rib qo'ysanglar bo'laveradi. Qanday uyimiz qaysi holatga kelyapti, mana orqasini ko'rib tursanglar bo'ladi. Buni qumsuvoq qilishlik uchun 10 sm qumsuvoq qilish kerak, yo gipsokardon qilish kerak. Gipsokardon suvda ishadi. Bizning mahsulotni bemalol kachirib yursanglar bo'laveradi. Duxsvet 3D'miz mana devorda turishini ham ko'rib tursanglar bo'ladi. O'zgacha dizayn, o'zgacha holat. Bemalol mana korxonamizga kelib maqsanglar bo'ladi. Qatirilish jarayonlari shu holatda bo'ladi. Sizlarni ham korxonamizni kutib qolamiz. Bemalol kelib 50 dan oshiq variantdagi tosh qoliplarini olib boshlasanglar ham bo'ladi. Uylarni chiroyli qilish niyatida yozayotgan aksiyalarimiz bemalol aloqaga chiqa olasizlar. 3D da mana devorda juda ham chiroyli ishlayapti.